Assalomu alaykum aziz quyon ishqibozlari. Mana bu hozir yana bizda qurilaydigan xudo xolasa tez kunda bitadi bu kataklarimiz, yangi kataklarimiz bor. Bu azizlar flanderlar uchun, katta quyonlar uchun 6 ta xonali bo'layapti. Har bir xonasi 1 metrdan. Azizlar, mana bu xonasi, mana bu devoridan bu devorigacha mana bitadigan joyi 1 metrga, ichi 73, balandligi 50 santimetr bo'ldi. Balandligini olib keldi. Balandligi 53 santimetr ekan azizlar. Balandligi 53 santimetr. Patologdan polgacha har biriniki 53 santimetr. Uzunligi 1 metr, eniga 73, eniga 73. Har bitta xonasi mana shunday. Tagi pol bo'ldi. Har bittasiniki USB. Lekin buni paddoni bor. Mana bu yerda axlatini olishga buni har xil joydan teshiladi. Har xil joydan teshilganda o'sha yerga axlat tushaveradi, xudo xolasa. Shunday qilib yasalyapti azizlar. Agar bu balonlari bor, qayerga yozgi kuni tashqariga, qishki kuni ichkariga kirgizib qo'ysa bo'ladi. Azizlar, bu faqat endi kimda katta flander bo'lsa, flander quyonlar uchun moslashgan. Xudo xolasa 1-2 kunda bitadi. Mana bu yana yangi katagimiz. Bu ena quyonlar uchun 3 ta simyaga moslashgan. Mana bu matchnigi, mana matchnik. Mana bu letniy прогулочницы. Har bitta burchaklariga uголокlar qo'yilgan. Letniy прогулкасы mana bu yerda axlat tushadi. Paddoni bor. Axlatini olish uchun 3 etajdan iborat. Bu katagimizda ham eni 68, uzunligi 1,40 santimetr. 1,40. Balandligi ham poldan patologgacha 49-50 santimetr. 950 aslar. Uchalasi ham bir xil, hamma joyi yaxshi qilingan. Yangi narsadan qilingan. Uголокlar bilan qo'yilgan. Azizlar, mana bu flander katagimizniki ham uголоклari taxtasi yemasligi uchun uголоклар har biriga qilingan. Buni ham xudo xolasa fanerasini qo'yamiz, eshiklarini qo'yamiz. Tez kunda tayyor bo'ladi. Narx-navosiga kelsak, azizlar, lichkaga, Telegram orqali lichkaga yozsalaringiz gaplashamiz xudo xolasa. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin ilohim.